Investitsiya forumi doirasidagi tadbirlar yakuniga yetishi bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev hozirgina Bunyodkor stadioniga yetib keldi. Bu yerda O'zbekiston va Qatar o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tyapti. Prezident stadionga yetib kelgan vaqtida o'yinning ikkinchi taymi boshlangan. Yigitlarimiz 1-0 hisobida Qatar ustidan g'alaba qozonayotgan edi. Futbol bo'yicha milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurdi. Stadionda birorta bo'sh o'rindiq yo'q. 35 mingga yaqin tomoshabin o'yinni bevosita, yana millionlab o'zbek futbol muxlislari ekranlar orqali ushbu hayajonli o'yinni kuzatib bordi. Jahon chempionatiga chiqishimizni futbolsevar xalqimiz ko'p yillar orziqib kutgan edi. Terma jamoamiz bundan oldin 7 marta saralashlarda qatnashib mundialga chiqa olmagan edi. Vaholanki bundan avval ham bizda iste'dodli o'yinchilar, kuchli tarkibdagi terma jamoa bo'lgan. Bu insonlar har biri tarix yaratgan, o'zidan qanaqadir iz qoldirganda o'zbek futbolida. Birodar Abdurayimov, Mirjalol Qosimov va hammasi legendalar. O'zi ko'p so'rashadi, qaysi davr kuchli bo'lgan deyshadi. O'sha paytda ham kuchli futbolchilar bo'lgan, siz o'ynayotganmi? Har bir davrda kuchlilari bo'lgan. Ayrim sabablarga ko'ra o'sha vazifa bajarilmagan, lekin har bir davrda talantli futbolchilarimiz bo'lganda, 3-4 ta va atrofida qolganlari bo'lganda, yulduzlar bo'lganda, Mirjalol aka paytida, undan oldingi paytda. Shuning uchun hech qachon taqqoslamaydim bir-biriga, ular kuchli bo'lgan. Yo'q, hozirgi davrda bular kuchli. Va Xudoga shukr, bular o'sha oldiga qo'ygan vazifani bajarishda ishonchni oqlay oldi. Bu zo'r narsa. Futbolimiz uchun zo'r narsa, davlatimiz uchun, vatanimiz uchun zo'r narsa. Futbolchilar ishonchni oqlab, yaxshi natijalarni qo'lga kiritishda davlatning futbolga qaratayotgan e'tibori, prezidentning ko'rsatayotgan mehri muhim rol o'ynadi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yil 16-martdagi qarori bilan 2018-2022-yillarda futbolni yanada rivojlantirish dasturi qabul qilingan edi. Iste'dodli yoshlarni tanlash, keyinchalik professional etib tayyorlash hamda milliy terma jamoalarimiz zaxirasini yaratish maqsadida 14 ta hududda bolalar va o'smirlar futbol akademiyalari tashkil etildi. Mashg'ulot va musobaqalarda sifat oshdi. Murabbiylar, hakamlar va boshqa mutaxassislarga e'tibor kuchaydi. Qolaversa, futboldagi ildiz otgan illatlardan biri korrupsiyaga qarshi jiddiy kurashildi. Terma jamoamiz bosh murabbiyi Temur Kapadze biz bilan suhbatda aynan futboldagi korrupsiya bilan bog'liq avvalgi va hozirgi vaziyat haqida to'xtalib o'tdi. Futboldagi korrupsiya haqida men fikringizni bilmoqchiman. Avvallari albatta bu masala juda ham dolzarb edi. Kelishilgan o'yinlar yoki o'sha bosh murabbiylarga qanaqadir bosimlar, tanish bilishchilik, qo'ng'iroq orqali kimni misol uchun terma jamoada o'ynashi masalasi. Bugun mana shu boradagi vaziyat qanday va u o'zbek futboliga qanaqa ta'sir o'tkazdi? Hozirgi kunda bu tubdan o'zgargan. O'sha kelishilgan o'yinlar ko'p bo'lgan, biz ham eshitganmiz. Endi men shunaqa jamoalarda bo'lganmiz, biz har o'yinda g'alaba uchun chiqqanmiz-da. Lekin bu narsa albatta futbolimizni to'xtatganda, chunki oldindan kelishilgan bo'lsa murabbiyna o'sadi, chunki bu o'yinda o'zi biz kelishganmiz, o'zidan yo'qoladi murabbiydan, o'zi ustidan ishlamaydi. Undan tashqari futbolchilar, qanaqa ularda motivatsiya bor? O'zi kelishilgan. Mashg'ulotda ham o'zini yaxshi bermaydi, shug'ullanmaydi. O'yinda ham oddiy tayyorgarlik yaxshi o'tmaydi. Tayyorgarlik o'yinga yaxshi bo'lmasa, qayerda o'sish bo'ladi. Va bu albatta futbolimizni ancha orqaga surgan narsa-da. Lekin Xudoga shukr, muhtaram prezidentimiz o'zi boshida o'sha futbolga qo'lga olganlarida o'zi bundan boshlandi. Adolat, o'sha halollik, korrupsiya hamma narsani yo'qqa chiqarib ish olingandan keyin albatta ko'rganingizdek bu o'zining mevasini hozirgi kunda ko'ryapmiz-da. Bu faqat futbol nimadan o'sadi? Nafaqat futbol, har bir soha agar halollik bo'lsa, adolat bo'lsa, to'g'ri ishlansa,
albatta o'sadi, albatta rivojlanadi. Futbol ham xuddi shunaqa. Futbolga qaratilayotgan bunday e'tibor, yaratilayotgan tizim ortidan birin-ketin natijalar kela boshladi. 2018-yilda U23 terma jamoamiz Xitoyda, 2023-yilda esa 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilarimiz O'zbekistonda bo'lib o'tgan musobaqalarda Osiyo chempionligini qo'lga kiritishdi. ...2023-yildagi chempionlik nishonlanganidan 2 yil o'tib aynan Bunyodkor stadionida yana bir bayramona bahs bo'lib o'tdi. Bu gal prezident Shavkat Mirziyoyev uchrashuvni nufuzli mehmonlar Bolgariya prezidenti Rumen Radev va Slovakiya bosh vaziri Robert Fico hamda Markaziy Osiyo mamlakatlari hukumat rahbarlari bilan birgalikda kuzatdi. To'p jarima maydonchasi ichida Eldor Shomurodov! Hozir burchakda to'p o'yinga kiritilmoqda. Sergeyev! Sergeyev! Igor! Tushdi-yu urdi! Tushdi-yu urdi! Bayram, mana sizga bayram, sizga bayram. Oyoqlari omadli keldi. Prezidentimiz o'zi kelgani bilan o'zi bizga katta ruh bo'ldi. O'zim atmosfera undan ham yaxshi edi o'zi muxlislarimiz, lekin o'zlari kelgani bilan o'sha prezidentimiz uchun harakat yana 2 barobar qilishdi bolalar. Hazillashib aytamiz, ertaroq kelganda ko'proq gol urar ekanmiz degan narsa bor. Xavfli vaziyat. Ichkariga uzatma, birinchi to'p. Xavfli vaziyat. O'tkir Yusupov. O'tkir Yusupov. Uning ismi sharifi. Terma jamoamizning jahon chempionatiga chiqishida darvozabonimiz O'tkir Yusupovning xizmati katta. U eng muhim o'yinlardagi bir nechta seyflari bilan jamoani mag'lubiyatdan qutqardi. Birlashgan Arab Amirliklarida shu mundialni hal qilib, xalqimizga quvonch ulashib, yurtimizga yolg'iz bilan qaytib kelish maqsadida borgandik. Endi bilgandik, o'yin qiyin bo'lishini, maydon ham juda yomon edi, yumshoq, oyoqlar qotib qoldi, mushaklari ko'p. Hujumlar ortidan hujum qilishdi. Uje bizni uchtak chalishini kutib turgandik, shu hakam ham oxirgi hujumga imkon yaratib berdi. Charchoqlik alomatlarini himoyachilarimiz bo'shroq harakat qilishdi. O'sha paytda zarbaga yo'l qo'yib berishdi. Xayolimda ikkita narsa edi, urib olish yoki ushlab olish. Endi ushlab olish katta risk edi. O'shanga qaramasdan ushlashga harakat qildim. Allohga shukr ushlab oldim. Ma'lumot o'rnida O'tkir Yusupov mamlakatimizda istiqomat qilsa-da, ko'p yillar davomida O'zbekiston fuqaroligiga ega bo'lmagan. Bu esa unga ko'pgina noqulaylik va muammolarni tug'dirar edi. Oldin bilsangiz, biz yopiq davlat edik. Fuqaro olish juda qiyin edi. Fuqarolik bo'lmagan sabab, masalan, ko'p sborniylarga tusha olmasdim. Boshqa davlatga chiqish uchun u poselsiyasiga borib, viza olishingiz kerak, unga vaqt talab qilinardi. O'sha taraflarni juda qiynalardik, to'g'risi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi va tashabbusi bilan O'tkir Yusupov singari mamlakatimizda ko'p yillardan beri istiqomat qilayotgan minglab insonlar O'zbekiston fuqaroligiga ega bo'ldi va bu Yusupovning hayotida ham katta ahamiyat kasb etdi. 2010-yil Allohga shukr, fuqarolik oldik. Juda katta baxt edi, to'g'risi. Fuqaroligim bo'lmagan paytda milliy terma jamoani libosini kiyish orzuyim edi, to'g'risi. Yurtboshimizga mingdan ming rahmat deyman. 25 yil deganda fuqarolik oldik. O'shanga juda ham ko'p duo qilaman. Prezident telefon qilib O'tkir bilan gaplashgan paytida prezident aytdi-ku, bag'rimga bosib qo'yaman borganda, kelganingda deb. O'sha paytda aytdim-da, bolam prezident bag'riga bosgan paytda aytgan, onam sizni juda ham ko'p duo qiladilar, mana shu O'zbekiston fuqaroligi berganingiz uchun deb juda ko'p duo qiladi deb aytgan desam, "Oy, qanaqa qilib aytaman" dedilar-da, lekin aytibdilar, aytibdi. Ona aytdim shuni. Birlashgan Arab Amirliklarida o'yindan keyin yurtboshimiz telefon orqali ham tabriklagandilar. Men bilan ham gaplashib, shu aytdilar, 6 ta goldan qutqarib qolding, kelganingda 6 marta quchoqlayman deb o'zlari aytdilar. Bugungi o'yinda chinakam qahramon O'tkirbek Yusuf 6 marta asradi va men 6 marta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat muhtaram prezident. Ko'z yoshlaring, quvonch ko'z yoshlari. Hozirgi aytgan gaplaringni eshitib xursand bo'ldim, balam.
Rahmat farzandim. Prezident Shavkat Mirziyoyev Bunyodkor stadioni maydoniga chiqib kelmoqda. Birozdan so'ng futbolchilarimizni taqdirlash marosimi bo'lib o'tadi. Guvohi bo'layotganingizdek, davlatimiz rahbari stadionga, maydonga nafaqat yurib, balki yugurib chiqib kelmoqdalar. Biz bir necha daqiqalardan so'ng bugungi o'yinning eng hayajonli daqiqalariga, lahzalariga guvoh bo'lamiz. Biz futbolchilar, o'zi futbol olami muhtaram prezidentimizdan rozimiz va faxrlanamiz. Shunaqa prezidentimiz bor. Futbolimizga shunchalik e'tibor beryapti, shunchalik o'sha rivojlanish uchun imkoniyatlar yaratib beryapti. Jahon chempionatiga chiqdik mana. Tarixiy natija. Endi bu yog'iga tayyorgarlik jarayonlari qanday kechadi? Qaysi bosqichgacha chiqa olishimizga ko'zingiz yetyapti yoki maqsad qilib? Endi albatta nasib bo'lsa qancha uzoqqa borsa yaxshi bo'ladi. Hozir qiyin masala buni aytish, chunki kim bilan guruhda tushamiz, analiz qilamiz. Albatta biz endi birinchi marta tushyapmiz. Biz uchun ham birinchi tajriba bo'ladi. Albatta olimpiadaga chiqdik, hatto ham birinchi tajribani oldik. Yomon ishtirok qilmadik. Ispaniya bo'lsin, Yegipet bo'lsin, Dominikana bo'lsin, yaxshi jamoalar. Bittasi chempion bo'ldi, ikkinchisi polfinalist. Va hozir ham men jahon chempionatiga birinchi marta chiqilyapti. Albatta buni hayajoni, buni havosi, bu o'z-o'zidan albatta muxlislarimizga ham boradi, ular ham ko'radi, chunki mundial eng katta futbolni turnirda. O'tdagi biz har doim endi televizorlarda yoki endi kim borgan bo'lsa, o'tdagi o'sha har bir davlatning bolельщиklari, har bir davlat muxlislari keladi, bayroqlari chizilgan. Bu atmosfera menimcha boshqa bo'lsa kerak va biz ham xudo xolasa yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz. O'sha kim bilan tushganimizdan qat'iy nazar o'sha birinchi vazifamiz o'sha guruhdan chiqish, keyin kimga tushamiz, qanaqa bo'ladi, bu vaqt ko'rsatadi. Lekin birinchi marta albatta biz uchun ham hayajon va uni havosini nima buni kutayotganini o'sha yerda ko'ramiz. Timur aka, sizga muxlislar nomidan, o'zbek futbol muxlislari nomidan katta rahmat aytamiz va terma jamoamizga mundialda 2026-yilda bo'lib o'tadigan jahon chempionatida omad tilaymiz. Mazmunli, qiziqarli suhbatingiz uchun katta rahmat. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Hamisha har doim aytaman, yuzimiz yorug' bo'lsin, har doim g'alabalar bo'lsin. Rahmat kattakon.